To'xtang opa, mashinadan olay. Kirib turing. Ha, pishloq deng. Bo'ldi. Opa, ertaga chiqadi, pulini ertaga berib ketasizlar, oilaviy. Yaxshi bo'lib ketasizlar. Qo'shiq aytishyapti. Hoppa, xola qondaysiz? Ha, fotoapparatchi mashina. Neto chiqdingiz? Qaytadan. Brat, chiroyli turing, siz ham rasm. Ayo, siz rasm yo bo'lmasa. Uyga kirmayman. Ma, hech narsa keyin yuramiz. Ma. Yaxshi qoling, babul. Rasmga olamiz-da biz, fotoapparatchimiz biz. Fotograf Roro o'zi. Ha, kasobat. Yo'qol. Chap eshak. Pomga chiqarkanmiz. Narashki, davay. To'xta berma Roro. Voy, opayni seni, opachayni seni. Buni ota-onasi tentay bo'lib qolgan. Men tushundim. Buni ota-onasi tentay bo'lib qolgan, keyin ota-onasini psixbansiga olib ketib qolishgan. Ular shizofreniya. Onasi nimasi nimcha qo'yim bu? Shizofreniya degan kasallik bilan aytdim. Kasallik bilan kasallangan ekan, keyin buni bolalar uyiga majburan berishgan. Juda kamyob narsa. Hozirgi zamonda topilmaydigan narsa pashti. Qara chiqmasin. Lady bilan gentlemenlar, mana miyani rasmi. Shunday do'stinglarga tashlab qo'yinglar shuni. Hatya bu do'stinglar shu miyasini rasmini ko'rib olsin. Yaxshi bo'lib ketadi emas. Bo'ldi. Pastdagi yo'l ochildi deydi. Men uni ham rasmga olaymi? Davay. Kimdir yuribdi. Voy, aytdim-a kimdir yuribdi deb. Ichki intuitsiyamga ishonishim kerak men. Podval bo'lish kerak. To'g'ri. Va Roro bu podvalga tushish kerak. Nima shu deysan? Olasam gapiramanmi? Senga vobshe farqi yo'q emasmi? Mashinaga bitta rasm yopib qo'ysin. Esimda qolgin, keyin safar kelganingda shu deganingga og'zingga qo'lingni tiqib qo'yaman shu qo'lingni.